Assalomu alaykum, Avtoulovlar.uz kanali obunachilari. Bugun obzorimizda Mercedes 221 3,5 litrli 223 restyling qilingan varianti. Xo'p, oldin aytib o'taman, mashinamiz sotilmaydi. O'zimiz ukalarimiz tomonidan yasab chiqilgan. Endi vodiyga borib, usta qidirib, vaqtingizni ketkizib o'tirmaysiz. O'zimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida o'zimiz ukalar mana shunaqa restyling qilib chiqdi. Xo'p, hozir ukamiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Ozgina gapirib ber, qanaqa bo'ldi? Buni aka 21 bo'lgan asli 22 qilganlar. Biza uni oldi ketini faqat eshiklar, manbalar. Mana bu ko'rinishlar oldingi 22 taxlangan. Biza oldi ketini faqatgina 23 qildi-yu, atak polni oq qildi. Buni tomi qora edi. Mashina o'zi qora rangida? Qora edi, ha. So'g'in egalarini endi boyagi ana qilgani bo'yicha-da, o'zini xohishi bo'yicha. Zapchastani qanaqa? Zapchastlar bo'ylayotgan bo'lsa, original Xitoy podoriginal 3 xil variantda kelaveradi o'zi. O'zingiz zakaz qilaverasiz, o'zimiz zakaz qilaveramiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, diskalargacha o'zi kelingan. Zakaz qilib kelindi. Xullas, hozir mashinani obzorini yaxshilab ko'rasizlar. Ukamni telefon nomerini, Instagramini qoldiraman. Bemalol chiqib gaplashib, o'zingizlarga qiziqqan savollaringizga javob olasizlar. Shahari zo'risiz kubek. Мой чередный микрофон уже ждет. Всык ты в январь гололед подскользнется. Какой-то хуеплет, блякнет, плюнет и дальше пойдет. Событий поворот не в масть порой прет. Летят камни и в твой огород за огородом необходим уход. А что болтыхнет, пусть в воду идет. Rahimjon ukam, yana bitta savol, ko'pchilik so'raydi. 221 necha kunda tayyor bo'ladi yoki 220 necha kunda tayyor bo'ladi? 21imiz mana 22 qilingan variantlari bor. Bizning o'zi bu yerda, misol uchun 22 qilingan ko'p. O'shandan keyin oldi keti qilib beramiz, polna kraska qilamiz, zo'r qilib taxlab bering degan bo'lsa 40 kun, 42 kunda taxlab beramiz. Agar 20 keladigan bo'lsa, 20 ni misol uchun taxlab beradigan bo'lsa, kichik qo'shilib ketaveradi. Mana bu yonlari, misol uchun eshik ruchkalari bilan, krilolar bilan almashtirib, zavodskiy 23 ta qiladigan bo'lsa, qo'shilib ketaveradi. Salonlarga ham, bemalol nima tortib zapchast olib bera olasizlar. Xo'p, bu mashinamizni qildirgan akamiz salon o'zi qolsin deganlar. O'shancha salon o'zgartirmadilar. Xudo xolasa yaqin kunlarda fikrlar ayni o'zgarib qolsa, salonni ham 223 polniy bo'ladi. Shuni. Biz bilan qoling, obuna bo'lishni unutmang.